Assalomu alaykum asqolilar kanalimiz a'zolari. Quva tumani stansiyada, ya'ni 2-maktabda orqa tomonda ko'chada mahallalar bemalol qo'ni-qo'shnilar hammasi zo'r. Ularlar yashaydi hammasi. Bu yerda 4 xona, koridori bor, hammom hojatxonalari bor. Uyimiz sotiladi. Qani hop, kirganda darvozaxona bemalol 2-3 ta mashina sig'sa bo'ladigan holatda. Uyimizni koridorga kirish qismini akfalar bilan to'sib qo'yishgan. Kirganimizda o'rtada hol bor. Bu yerda 4 ta xona bor mana. To'g'rida hojatxona, hammomlar qilib qo'yishgan. Har bir xonalar tayyor, aboy bosishga tayyor qilib qo'yilgan, patologlar qoqilgan. Shu holatda bu xonamiz ham mana keyingina mehmonxonasi ekan. Xullas qolgan xonalar ham shunaqa. Oladigan odam bo'lsa kelib bemalol ko'rishlari mumkin. Orqa tomonda endi agarot tomonda ko'ramiz. Bu yer orqa tomonimiz, mana ko'rib turibsizlar, mevali daraxtlargacha bor. Bu yerda hojatxona bilan kotelniga joy qilib qo'yilgan. Bu yerda chegaramiz, mana bu yerda shu devorda bag'da ketiladi. To'g'rida chegaramiz. Orqada naveslar qilib qo'yishgan. Xullas uyda holati mana shu holatda uy ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana chegara mana shu bu yerda. Bu yerda kanalizatsiya tortish uchun alohida yo'llar qo'yib qo'yishgan ekan. Bu yerda mana shu joyimiz xullas. Ushbu xonadonimiz narxini egalari bilan kelishilgan holda qilib beraveramiz deyapti. Qiziqqan odamlar telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.